Assalomu alaykum. Это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, Everybody, let's get into it. Get Assalomu started. alaykum. Bugun biz Turk taomlariga boy bo'lgan Fatih restoraniga tashrif buyurdik. bu joy, bu restoran juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Ya'ni hammamizga ma'lum va mashhur poytaxt торговый sentrni yonginasida. Turk taomlarini sevuvchilar uchun ayni muddao. Bugun qornimizni och, zavtrak kunga kelib, yuring birga turk qahvato'yisidan tatib ko'ramiz. Albatta, menimcha eng zo'r tanlov shu bo'lsa kerak. Yuringlar, birgalikda obzor qilamiz. Qizlarjonlar, biz aynan turk qahvatlisi uchun Fatih restoraniga tashrif buyurdik. 75 mingga juda ham zo'r set bor ekan. 75 mingga menemen hamda mana bu barchasi ichiga kirar ekan. Sosiska, bodring, pomidor, salat barglari, pishloq. Xullas hammasi juda ham mazali, bizga yoqdi. Issiqqina olib kelishdi. Menemeniga ham gap yo'q, ta'mi juda ham yoqdi. Mana bu yerda muxlislar tatib ko'ryaptilar ovqatdan, ta'mini bismillah deb boshladilar. Juda ham yoqdi dedilar, ularga yoqdi. Qizlar, ishoninglar, issiqqina non keldi. Shunaqa mazali, hidi shirinda. Menimcha eng shirin hid bu chaqaloq bilan nonni hidi bo'lsa kerak. Ayniqsa endi tandirdan uzilgan nonlar. Mazza. Qana keldi. Xidmatchi va Qizlarjonlar, bu restoran yana bir qulaylik tarafi детский площадкасы bor ekan. yeb ko'ramiz. Turetskiy sujuk deylar ekan. Bismillah. Shu zo'r ekan. Qizlarjonlar, bizga juda ham yoqdi. Tavsiya beramiz. Atmosferasi zo'r. Dugonangiz bilan kelib, bemalol suhbatlashib kelsangiz bo'ladi. Mana bunaqa foto zonalari ham bor. Maza qilib fotosessiyalar qilsangiz bo'ladi. Albatta, bu Fatih restoraniga tashrif buyurishingizni tavsiya qilamiz.